Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'ning asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 14-qism dars. Bu qism darsimizda biz basic operators JavaScript'ninki shu eng asosliq mashg'ulotchilarini qanda eng oxirgisi taqsim mashg'ulotlarini so'zlayman va shuni bilan mashg'ulotlar tugaydi. Bu biz oldin qismliq darslarda bir qator hisoblash mashg'ulotchilari, selishtirish mashg'ulotchilari, logikalik mashg'ulotchilarni qana so'zlab o'tdim. Bugun taqsim mashg'ulotchilarini so'zlayman hamda JavaScript shu taqsim mashg'ulotchilari orqali o'zgaruvchi miqdorlarga qimmat taqsim qilib berdi. Eng oxirgisi bu qarsanglar biz o'rganib bo'lgan, ya'ni selishtirish mashg'ulotchilari bilan hisoblash mashg'ulotchilarini qanda birlashtirib taqsim mashg'ulotchilari ishlatadi. Masalan, tanglik, qo'shash, ilish, ko'paytirish, bo'lish, undan keyin qoldiq degan men buni amaliy misol bilan tushuntirib qo'yay. Xohlagan bir to'rbetni ichib, o'ng tarafini chekib inspect bossaq qanda konsol ochildi. Bugun eng oxirgi shu mashg'ulot operatorsning qanda taqsimot yoki taqsim mashg'ulotchilari, buni inglizcha assignment operators deydi. Assignment operators. Buni hamda birinchisi biz oldin qitimliq selishtirma mashg'ulotchilarida tanglikni o'rgangan shunaqo. Uyg'urcha tanglikni o'rgangan. Tanglikni hamda buning birinchisi biz o'rgangan. Birinchisi qo'shish taqsimoti. Qo'shish taqsim mashg'ulotchisi yoki amali. Qo'shish taqsim amali degan qanday deganda qo'shish tanglik. Qo'shish tanglik degan nima deganda mush tanglikni diqqat qilinglar, mush belgining, mush amalning qo'shish tang birlamoq keldi. Sol tarafi bilan o'ng tarafini qo'shib, uningdan keyin qimmatini sol tarafga taqsim qilib beramiz. Nima aytasan? Masalan, A tang 4 deyli. B tang 6 deyli. A qo'shilgan tang B bo'lib qolsa necha bo'ldimi shu? Men dedim, qo'shish taqsim belgisi qanday? Sol taraf bilan o'ng tarafini qo'shib, sol taraf A necha? 4, o'ng taraf B necha? 6. 4 ga 6 ni qo'shib qo'shdik. 10 oldu. Hozir A'ning qiymati oldimi? B'ning qiymati bo'ldi. A'ning qiymati 10 bo'ldi. Solga beramiz. A'dan qancha hozir? 10 mana. A asl 4 to'g'ri? 10. B necha? B 6 bo'laverdi. Endi ikkinchisi qanday? Ilish taqsim amali. Ilish taqsim amali. Bu o'xshash. Sol taraf nima? Buning da hamda o'ng tarafdikisini sol tarafdikisini ilib qimmatini qanday? Sol tarafga beramiz. Yana o'xshash qimmatni sol tarafga beramiz. Qanday bo'lishini qanday nazar? Qimmatni sol taqsim qilib berdi. Masalan, diqqat. C tang 3 bo'lsin. D tang 6 4 bo'lsin. Unda bo'lsa C alımız tang D. Neçe oldu mu şunun kıymeti? Dikkat'e. O'ng taraftan sol tarafını ilip onun kıymetini sol tarafga verimiz. C'nin kıymeti o'zgaradi endi. -1. Shunami? -1. C qancha? C 3. D qancha? D 4. 3'ten 4'ni alsak, hemen annemle almıştırıp yaptım. Soldan 10 alımız ha. Almıştırıp yaptım. 3'ten 4'ni alsak da -1. Şunun olan C'ga kıymeti. Hazır C'nin kıymeti neçe oldu? -1 oldu. D'nin kıymeti neçe oldu? Özgermeydi. 4 olaverdi. Bu ilish. Hemmisi qanday? O'xshash. Hem üçüncüsü ko'paytirish taqsim belgisi. Qarsanglar. Yana
f 2 i 5 olsa dağılma f köpeytilgen tang i neçe oldu muşun kıymeti? Arası bakanla 10 oldu. F'nin kıymeti 10 oldu da. F 2 edi go. Hem de ma'nın arqılıq oң tarafdaki sol tarafga özgertip bermez demekçi. Şunun oxşaş hem ma'nı tazı ötüp. Tötüncüsü qanda? Tötüncüsü biz görmekçi oğan. Bölüş. Bölüş tang. Oxşaş. Yani qaysı bola versin? Mesela qaldıqmı oxşaş. Hemmimiz qanda soldan oğuna şu əməlini ne? Qaysı əməl olsa qoşa şeyliş köpəyiş olsa şunu qılıb qimmetini solğulam qıp bir işine qanda bu təqsim görsətikçi deyimiz. Mesela o 8 deyli pi 4 deyli onda olsa o ne? Tamam. Bölünme təqsim qıysaq pi'ga neçə oludu? 2 oludu. 8'ini 4'e bölsək qancha 2? Azırmış 2 niminin qıymeti 10'un qıymeti özgerdi demek. Məyli qaldıq ulamda qaysı misalga alsaq qanda hemmisi oxşaş boldu. Hem de qaldıq ne birey? Qaldıq ne? Ən axırqısı boldu. Qaldıq ne bəsəm percent belgisi anınki tanlıq qo. Mesela num1 deyli bir numur var. 4. Num2 deyli o neçe? 7. Ondan sonra num1 7'yi bölgendik kaldık kaç oldu? 4 demekçi. Hem de bu neye işletimiz bunu bulanı etsek adette köpünce halası da mesela en adi misal keltirip bir sandan qanda taqiyaki juftlikini qanday hüküm qilamiz? Bir sandan mesela num1 2'ga bölüp qaldık qamısa 2'ga bölüp qaldık qamısa bu jupsan buldu. Çünkü bir jupsan şunak bu. Her qanday jupsanı 2'ga bölsək hech qanday qaldık qalmaydı qoy. Bu jupsan. Eğer mesela num2 taqsan qoy. Bunu 2'ga bölsək çoqum qanda qaldık qalıdı. Qaldıqның neçe bolishi muhim emas. Faqat 2'ga bölgende qaldık bir sallam bolsa qaldık chiqsalam qanda bu taqsan bo'ldi. Çoqum shuna oldu. Taqsan. Bunun arqali bir sanning taqsan jupsanligini hukm qilamiz demekçi. Bugungi darsimiz mushakcha. Tushunmagan nuqtalarni asl inkasga qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.